1347-yil Yevropa shaharlari uzra g'alati va qo'rqinchli sukunat hukm surardi. Bu sukunatni faqatgina ibodat qilayotganlarning nidosi va o'liklar ortilgan aravalarning ovozigina buzardi. Odamlar bu dunyoning oxiri keldi deya ishonishgan. Hech kim tushunmaydigan ko'zga ko'rinmas bir dushman butun boshli shaharlarni xaritadan o'chirib tashlamoqda edi. Tashqarida odatiy hayot yo'q. Ko'chalar jasadlarga to'la, uylar eshiklari yopiq, hamma bir-biridan qochar. Havoda esa dahshatli sarosima hukmron edi. Bu insoniyat tarixidagi eng dahshatli falokatlardan biri bo'lgan qora o'lat davri edi. Bugun biz insoniyat tarixidagi eng dahshatli pandemiyalardan biri haqida so'z yuritamiz. Bu voqea qanday qilib millionlab odamlarni halok qildi va shu bilan birga qanday qilib Yevropa uyg'onish davriga, ya'ni Renessansga zamin yaratdi. Shular haqida batafsil videoni oxirigacha ko'ring. Unga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing va albatta kanalga ham obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Qora o'lat 14-asrda yuz bergan global pandemiya bo'lib, u bir necha yil ichida Yevropa aholisining deyarli yarmini yo'q qilgan. Ba'zi hududlarda esa yo'qotish hatto 70% gacha yetgan. Shunday bo'lsa-da, bu dahshatli kasallik Yevropada paydo bo'lmagan. Kasallikning ilk ildizlari Osiyoga borib taqaladi. Taxminlarga ko'ra, u Markaziy Osiyo yoki Xitoy hududlaridan boshlangan va savdo yo'llari orqali asta-sekin tarqala boshlagan. Shunday qilib kasallik Buyuk Ipak yo'li orqali g'arbga, Qora dengiz bo'ylarigacha yetib kelgan. Kasallikning butun Yevropa bo'ylab keng yoyilib ketishiga esa Mo'g'ul lashkarlari sabab bo'lgan. Gap shundaki, Kaffa shahrini qamal qilish chog'ida mushkul ahvolga tushib qolgan Mo'g'ul xoni Jonibek xon o'z qo'shinida vabo tarqalganini ko'radi. U chekinishdan oldin dahshatli qaror qabul qiladi. Vabo tufayli vafot etgan askarlarining jasadlarini katapultalarga yuklab, shahar ichiga ota boshlaydi. Bu tarixdagi ilk biologik urushning namunasi edi. Bu dahshatli ishdan keyin Mo'g'ullar qamalni to'xtatib ortiga qaytadi. Qal'a ichiga otilgan o'liklar esa bir muncha vaqt davomida yerda chirib yotgach, ularni ko'mib tashlashadi. Ammo endi bunga juda kech edi. Bir necha kunlardan keyin shahar aholisi orasida kasallikning ilk belgilari paydo bo'la boshlaydi. Bir necha haftalardan keyin esa ajal sharpasi butun shaharni qamrab olgandi. La'natlangan bu shaharni odamlar ommaviy ravishda tark etib Yevropa sari yo'l ola boshlaydi. Ammo ular o'zlari bilan bu dahshatli o'lim sharpasini olib ketishayotganini bilishmasdi. Shunday qilib 1347-yilning oktyabr oyida birinchi guruh odamlar O'rta Yer dengizi orqali o'zlari bilan o'lim sharpasini, ya'ni qora o'latni Yevropaga olib kirishadi. Vabo qanday kechardi? O'sha paytda hech kim bu oddiy kasallik emasligini tushunmasdi. Avvaliga odamlar isitma va holsizlikdan shikoyat qilishar, keyin esa tanada qora rangli g'alati qora shishlar paydo bo'la boshlardi. Bu shishlar limfa tugunlarining yallig'lanishi edi va ular keyinchalik bubon deb atala boshlagan. Shu sababli kasallik Yevropada bubonli o'lat nomini ham olgan. Kasallik juda tez rivojlanardi. Ba'zi odamlar bir necha kun ichida vafot etardi. Ular yuqori isitma, kuchli og'riq, nafas olish qiyinlashuvi va tana bo'ylab qora dog'lar bilan kurashardi. Shaharlar ichida vahima boshlanib ketadi. Odamlar bir-biridan qocha boshlar. Kimdir o'z uyini tashlab ketsa, kimdir ichkarida qolib, eshikni mahkam yopib olardi.
O'sha davr tibbiyoti butunlay ojiz edi. Shifokorlar yomon havodan himoyalanish uchun qush tumshug'iga o'xshash niqoblar kiyib yurishgan. Ularning mashhur uzun tumshuqli niqoblari ichiga o'tlar va xushbo'y moddalar solinardi. Chunki odamlar kasallik havodagi badbo'y hidlar orqali tarqaladi deb o'ylashardi. Lekin bu himoya ham ularni saqlab qola olmadi. Kasallik juda kuchli edi va hech qanday tibbiy bilim unga qarshi yetarli emas edi. Ko'p o'tmay butun boshli shaharlar bo'shab qoldi. Ko'chalar murdalar bilan to'ldi. Qabristonlar yetmay qoldi va ommaviy qabrlar qazila boshlandi. Odamlar o'z yaqinlarini yo'qotib, butunlay yolg'iz qolardi. Ba'zi oilalar esa butunlay yo'q bo'lib ketardi. Ba'zi joylarda odamlar aybdorlarni izlashga tushishdi. Begona odamlar, sayohatchilar va begona jamoalar ayblanardi. Bu esa qo'shimcha tartibsizlik va zo'ravonliklarga olib keldi. Vahima kuchaygan sari odamlar bu kasallikni Xudoning jazosi deb hisoblashdi. Diniy marosimlar ko'paydi. Ba'zilar ibodat qilib najot izlashdi. Boshqalar esa shaharlarni tark etib qochishga harakat qilishdi. Dahshatli ajal qo'rquvi har qanday insoniylik tuyg'ularini parchalab tashlagan edi. Ota bolasini, er xotinini tashlab qochardi. Murdalarni ko'madigan odam qolmagani sababli jasadlar ko'chalarda qolib ketardi. Lekin qochish ham har doim yordam bermasdi. Kasallik allaqachon butun Yevropaga tarqalib bo'lgan edi. Cherkovlar buni Xudoning jazosi deb e'lon qildi. Minglab odamlar gunohlarini yuvish uchun o'zlarini ko'chalarda qizigan zanjirlar bilan urib tavba qila boshlashdi. Taxminan 1347-yildan 1353-yilgacha davom etgan bu epidemiya millionlab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ba'zi tarixchilar bu raqamni 75 million atrofida deb hisoblashadi. Bu esa o'sha davrdagi Yevropa aholisining deyarli 50% tashkil qilardi. Ammo qora o'lat faqatgina o'lim va dahshat timsoli bo'lib tarixda qolmadi. U jamiyatni butunlay o'zgartirib yuborgan edi. Qora o'latdan keyin Yevropa asta-sekin yangi davrga kirib bordi va uyg'onish davriga zamin yaratildi. Feodal tizim asta-sekin zaiflasha boshladi. Yer egalari endi dehqonlarni avvalgidek kuchli nazorat qila olmay qolgan edi. Bu esa yangi iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlarga yo'l ochdi. Odamlar soni keskin kamaygani uchun ishchi kuchi yetishmovchiligi yuzaga keldi. Bu esa oddiy mehnatkashlarning qadri oshishiga olib kelgan edi. Oddiy dehqonlar o'z haq-huquqlarini talab qila boshlashdi. Buning oqibatida feodalizm tizimi yemirildi. Tibbiyot diniy aqidalardan uzoqlashib, ilm-fanga tayana boshladi. Sanitariya va gigiyena qoidalari joriy etildi. Aynan mana shu inqiroz insoniyatni buyuk uyg'onish davriga yetaklab keldi. Bu dahshatli voqea insoniyatga bir narsani chuqur o'rgatdi. Hech qanday boylik, kuch-qudrat va hokimiyat tabiatning eng mayda mikroblariga qarshi to'liq himoya bo'la olmaydi. Qora o'lat bu faqatgina o'lim haqidagi tarix emas. Bu insoniyatning eng og'ir sharoitlarda ham omon qolish va o'zgara olish qobiliyati haqidagi darsdir. Biz bugun ham turli xil viruslar bilan kurashyapmiz. Ammo tarixdagi bu qora sahifalar bizga hamisha birdamlik va ilm-fan qanchalik muhimligini eslatib turadi. Video yoqqan bo'lsa unga like bosib, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ko'rishguncha omon bo'ling.